Bugun Ilm Xalqni 3 filialida robototexnika bo'yicha musobaqa uyushtiryapmiz. Kuzatib boring, qizig'i hali oldinda. Husniddin. Husniddin, nima tayyorlab kelgansiz bugun? Bugun men musobaqada aqlli parkovka yasaganman. Parkovka yasash uchun nimalardan foydalandingiz? Arduino Uno, servomotor, ultrasonik, piezo va ikkita leddan foydalanganman. Qani, nimasi aqlli buni ishlatib ko'rsatingchi? Hozir mashina baydan keladi. Ultrasonik ko'rgandan keyin servoni ochtiradi. Keyin bu parkovkaga kirganda mana joq LCDda bitta mashina kirdi degan yozuv chiqadi. Muhammad, nima yasagansiz? Bugun men musobaqada aqlli mashina yasaganman. Bu aqlli mashina. Bu nimalardan foydalandingiz mashina yasash uchun? 4 ta motor driver, Arduino Uno, Bluetooth va shulardan foydalanganman. Bluetooth nima vazifani bajaradi bu yerda? Bluetooth telefon bilan bog'lab berishi uchun ishlatiladi. Demak, telefonda boshqarsangiz ham bo'ladi bu mashina. Bu sensor qanaqa sensor? Bluetooth sensor. Bluetooth sensor, bu. Yaxshi, zo'r. Boburshoh, qanaqa proyekt tayyorlagansizlar bugun? Josus mashina. Josus mashina. Xo'p, nima qiladi bu josuslik qilib? Bu josus mashina kamera orqali, Arduino va driver motor orqali yo'llarni ko'rsatib, telefonda belgi turadi, bu yoqda kameradan ko'rsatib turadi, bu yoqda boshqaruv bilan boshqariladi. Muhammad, Amruxon va Kamron bugun qanaqa proyekt qilgansizlar? Aqlli uy yaratdik. To'g'ri kod yozsa eshik ochiladi. Va 5 sekunddan keyin eshik o'zi avtomatik yopiladi. Yana nimalardan foydalandinglar bu uyni yasash uchun? Suv sensor qildik. Kiyimlarni avtomatik panaga oladi. Panaga oladi. Va quritsa Yerda motor ishlab, quyoshga to'g'rilaydi. Muhammad Jalol, nima proyekt tayyorlab kelgansiz bugun? Men bugun sun'iy intellekt yasaganman. Sun'iy intellekt, xo'p, nima qiladi u? Bu masalan oddiy salomlashish va suhbat qurishga yordam beradi. Mana masalan men qandaysan deb yozsam, yaxshi rahmat deb javob beradi. Va Muhammad Jalol deb yozsak, eslab qoldim deydi. Men xotiram yetmaydi deydi. Chunki bu Arduino Qancha suhbat saqlab qoladi? bu juda kam 2 gigabayt. Kilobayt. Shuning uchun bu juda katta narsa qila olmaydi. Xo'p, hozir shunda sun'iy intellektni Arduino Uno'ga LCD ekranga ulagansiz. Va biz buning narigi tarafiga mana bola bilan suvning darajasini aniqlaydigan moslama qurilma yasaganmiz. Mana bu water monitor. Va bunga suv darajasi berilsa 40 gacha belgilaydi. Agar bu juda katta 500 yoki 400 bo'lib ketadigan bo'lsa, dangar xavfli bo'ladi va ba'zan ovoz chiqaradi. Suv gradus isib ketsa shunda baland ovoz Yo'q. chiqadi. Bu gradusga javob bermaydi. Suv ko'payib ketsa juda. Suvi kam ko'pligi, ko'payib ketsa demak. Hozir suv yo'q. O'chiq, low. Hop, suv ko'rsatyapti. Suvni hozir darajasi 40. Faqat bu Bunlar uzun ketgan mana Gap yo'q. signal uzilib ketdi. Humoyin, bugun musobaqaga nima tayyorlab keldingiz? Bugun musobaqaga aqlli robot mashina yasab keldim. Hop, buni Arduino Uno, ultrasonik, LCD va motorlar Bilan ishlatgansiz. ishlatgan. LCD ekranda nima ko'rsatib turadi? LCD ekranni boshida dastur tayyorligini va tayyorlanganini ko'rsatadi. Agar devorga yaqinlashsa bu qanchalik santimetr yaqinlashganini ogohlantirish beradi. LCD ekranda qancha masofa borligini ko'rsatib turadi. Ko'rsatib turadi. Qani to'sib qo'yingchi ko'rsatsinchi. Ovoz ham beradi, yaqinlashsa to'siqda.
Keyin bu Harakatlantirib ko'ring-chi. yuradi. Zo'r, zo'r.